Bugun ro'zaning 6-kuni men yana yo'lga chiqdim. Gaz olyapmiz. Benzinni. Ana bularni oldim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi? Yaxshi. Assalomu alaykum. Katta yaxshimisiz? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Yaxshi, ha, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi. Ha, ana. Ro'za oyiga mana olib kelgan edim sizga. Hozir tog'imlardan kelyapman shunga. Rahmat qizim, katta rahmat. O'tma mana. Yo'q, ketamiz, ana akam ishga boraman dedi, olib turdim. Assalomu alaykum. Qanday bo'lasan? Yaxshisanmi? Assalomu alaykum. Katta yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Amma yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Yo'q, ketamiz, ana yurib. Mana ro'za oyiga o'qib olib berdik shunga. Endi hozir tog'imlar katta tomonlarga o'taylik meniki. Arsimasa ham amma. Yo'q, men ketamiz, men o'tingizlar. Assalomu alaykum. Yo'q, ketamiz. Ha, tinchlik, ro'za oyiga deb mana uni olib keldik. Opam yaxshimi? Ha, yaxshi. O'zlariz. Choy ichaydi? Meniki ana. Choy ichaydi? Yo'q, ana kattamlarga boramiz hozir. Timur qani? Timurbek. Ayda. Assalomu Ayda, ayda. alaykum. Timurbekka deb qo'yasiz. Timurbek? Opajonu. Farishta opam. Keldimmi bog'chadan bojimlar? Singlim-u, singlim. Farishtam, mehribon singlim. Ro'zoliga Xola. Xola-yu? Rahmat aka. Senga mashinaga qo'y, hozir qiladi. Buni olib tush. Men paketga